Ra'no siznikiga bormadilarmi? Yo'q. 3-4 kundan beri telefon ham qilmadilar. Tinchlikmi? Men ham gaplashmadim. Kecha chiqib ketganlari bo'yicha yo'la uyda. Nima? Mana hozir xonalariga kirsam, hech qayerda yo'q. Ichkarida ham yo'q, uyda ham yo'q. Nima deyapsiz, Oysha opa? Kecha chiqib ketganlar deb bemalol gapiryapsizmi? Haligi Kap-katta odam qanaqa qilib yo'q bo'lib qolishi mumkin? o'zi kecha Rayhon video qo'ygan ekan. Rasm qo'yibdi. Aziz rasmini osh qildim deb. O'shani ko'rib, jahllari chiqib, uydan chiqib ketdilarmikin deyman. Oysha opa, Ho? opam kecha chiqib ketgan bo'lsa, bugun telefon qilyapsizmi? Tushunmadim. Endi xavotir oldim-da. Xudo xolamchi. Ular больницadalar. Voy. Qayoqqa ketadi opam? Indamay chiqib ketdilarmi? Ko'rmay qoldim-da men ham. Bo'lmasa sizga telefon qilmayman-ku. Hozir men telefon qilib ko'raychi. Ha, qilib ko'ring, balkim ko'tararlar. Keyin aytib boring, xo'p? Bo'pti, xo'p. Men ham hozir qilaman. Mayli.